Assalomu alaykum azizlar. Bugun Apellis 100 kitobimizning 4-savol turlarini 3-qismini davom ettiramiz. Bunda bizga Farruh shogirdimiz yaqin yordam beradi. Avvaldan rahmat aytamiz. Demak, xo'p, o'tgan safar 39-misolgacha ko'rgandik. Bu safar 40-misoldan davom ettiramiz. Xo'p, mahsulotning narxi dastlab 20% ga oshirildi, keyin yangi narx 15% ga arzonlashtirildi. Shundan so'ng mahsulotning narxi 8160 so'm bo'ldi. Dastlabki narxni toping. Xo'p, endi koeffitsiyentga chaqib olamiz. 20% ga oshirilgan bo'lsa, 120 taqsim 100 qoladi. Bu 6 taqsim 5 mi? Dastlabki narx A bo'lsin. A ko'paytirilgan 6 taqsim 5. Endi keyingi yangi narx 15% ga arzonlashtirilgan bo'lsa, necha foiz qoladi? 85% mi? 85% ni 85 taqsim 100 ni 5 ga qisqartirib olamiz. 17 taqsim 20 bo'lib qoladi. Ko'paytirilgan 17 taqsim 20. 17 taqsim 20 teng 8160 so'm. 8160 so'm. Xo'p. Endi 8160 ni 17 ga soddalashtirsak necha bo'ladi? Xo'p. 17 ga soddalashtirsak 3 tadan beradigan bo'lsak 59 bo'ladimi? Yo'q. 51 qoladi. 4 tadan bersakchi? 4 tadan bersak necha? 68 bo'ladimi? 68 13 136 136 ni necha? 9 tadan. Demak 46 yo 49 bo'ladi. Shundaymi? Yo'q, 46 mi? Birinchi 4 tadan keyin 9 tadan. 9 tadan bilan yo 8 tadan bo'lar ekan. 8 tadan. O'zimizdan bitta 0 yozamiz. Endi keyin uni 6 ga ham bo'lsak 80. Xo'p, A teng 80 ni o'zidan yana 2 ta 0 yozsak 8000 so'm bo'lar ekan. Dastlabki narxi 8000 so'm bo'lgan. Xo'p. 41-misol. 41-misolimiz 30 va 41 va 52 so'mlik 1 litrning narxi 3 xil meva sharbatlari aralashtirildi. Birinchi sharbatning miqdori ikkinchi sharbatning 50% ga teng. Ikkinchi sharbatning miqdori esa uchinchi sharbatning 25% ga teng. Aralashmaning 1 litrining narxini toping. Xo'p. Rim raqamlarida 1 2 3 lar yozib chiq. 1 2 3. Endi oxirdan kelamiz. Ikkinchi sharbatning miqdori esa uchinchi sharbatning 25% ga teng. Demak, birinchi sharbatni A deymiz. A miqdorida bo'lsin. Birinchi sharbatning miqdori ikkinchi sharbatning 50% ga teng. Demak, ikkinchi sharbat 2A bo'ladi. 2A. Uchinchi sharbat esa ikkinchi sharbatning miqdori esa uchinchi sharbatning 25% ga teng. Demak, uchinchi sharbatimiz 8A ga teng bo'ladi. Xo'p. Ularning yig'indisi 1 ga teng. 1 ga. Xo'p. Shundan so'ng A teng necha bo'lib qoladi? 11 A teng 1, A teng 1 taqsim 11. Xo'p. Birinchi sharbatning miqdori 30 so'm ekan. Demak, 1 taqsim 11 ko'paytirilgan 30 qo'shilgan ikkinchi sharbatning miqdori 41 so'm ekan, lekin bu 2A ga teng. Ya'ni 2A taqsim 11 A kerak emas. 2 taqsim 11 ekan. 2 taqsim 11 ko'paytirilgan bu 41 so'm ekan. 41 so'm. Plyusdan uchinchi sharbat 8 taqsim 11 8 taqsim 11 ko'paytirilgan 52 so'm ekan. 52 so'm. Teng. Mana shuni topishimiz kerak. Xo'p. 30 qo'shilgan 82 30 qo'shilgan 82 qo'shilgan 416 bo'ladimi? 8 ga ko'paytirsak 416 taqsim 11. Hammasiga 10 taqsim 11. Xo'p.
Yig'indisi necha bo'ladi? Hop, necha bo'ladi? 528. Demak, 11 ga bo'lib yuborsak, buning ichida 4 tadan keyin 8 tadan 48 so'm bo'lar ekan. Ajoyib. Hop, keyingi misolimiz 42-misol. Bir mahsulotning tan narxi 3600 so'mga teng. Uni sotuvga qo'yishda agar sotishda ketma-ket 10% va 20% chegirmalar qo'yilsa ham baribir tan narxining 20%ning 10% miqdorida foyda olinishi kerak. Shunday sharoitda mahsulotning sotuv narxi qancha bo'lishi kerak? Ketma-ket 10 va 20% chegirma qo'llanilsa ham baribir tan narxining 20%ning 10% miqdorida foyda olinishi kerak. Demak, yoz. 3600 ko'paytirilgan qo'shilgan A so'm. Shuni bekor yozdik. O'chirib tashlada shuni. Mana turdi. Demak, yangi narx A so'm bo'lishi kerak. Yangi narx A so'm bo'lsin. A ko'paytirilgan. Xo'p. Bir marta 10% chegirma bo'lsa 9 taqsim 10 bo'lib qoladi. Xo'p, ko'paytirilgan. Keyin 20% chegirma bo'lgan bo'lsa 8 taqsim 10 bo'lib qoladi. Shunda chegirma qo'llanilsa ham deyapti, foyda olinishi kerak deyapti. Demak, bundan ayiramiz tan narxni 3600 da. 3600 teng. Xo'p. Foyda shunga teng bo'lishi baribir tan narxining 20%ning 10% miqdorida foyda olinishi kerak. 3600 tan narxi 3600 ko'paytirilgan 20%ning 10%. 2 taqsim 10 ko'paytirilgan 1 taqsim 10. Yaxshi. Shunday sharoitda mahsulotning sotuv narxi qancha bo'lishi kerak? Uni topishimiz kerak. Xo'p. Ketdik. Yoz 72 A taqsim 100 ayrilgan 3600 teng. Xo'p, bu 100 bilan 100 soddalashib ketsa 36. 36 ni 2 ko'paytirsa 72. Xo'p, 72 ga bo'lib yuboramiz. A taqsim 100 ayrilgan 50 teng 72. 72 emas. Necha bo'lib qoladi? 1 bo'lib qoladi. 1. A taqsim 100 teng 51. A teng 5100. Mana 42-misol kitoblaringda borga qaranglarchi, xatoligini bir topa olasizlar. 42-misolda. Xo'p, misol shartida so'm deyilgan, javoblarda dollar berilgan. O'sha xatolik bor. 43. Bir savdogarning 20 dyumli 3 ta televizori turli markadagi bor. Ulardan ikkitasini har birini $1000 sotadi. Birinchisidan 25% foyda, ikkinchisidan esa 20% zarar ko'radi. Agar 3-televizor unga $100 ga tushgan bo'lsa, umuman olganda na foyda na zarar bo'lishi uchun bu 3-televizorni necha foiz foyda bilan sotish kerak? Xo'p, yozamiz. Birinchi televizor 1 $1000. Xo'p. Birinchi televizordan 25% foyda ko'ribdi. Demak, bu narxi hozir 125% bo'lib qoladimi bu? Teri bilan 125%. Ya'ni 5 taqsim 4 bo'ladi. 125% foiz. Demak, birinchi televizorning narxi
5 ga bo'lib 1 ga ko'paytirsang necha bo'ladi bu? 800 dollarmi? Shundaymi? Demak, birinchi televizor narxi 800 dollar ekan. Teng 800 dollar. Xo'p, 800 dollar ekan tan narxi. Xo'p, ikkinchi televizor narxiga o'tamiz. Ikkinchi televizor demak 1000 dollarga sotibdi. 20% zarar ko'radi. Demak 80% mi? 1000 dollar, buning 80% ekan. Teng A so'mning 80%, A ko'paytirilgan 80%. Xo'p, demak bu o'rtada tengni ham 80% ham o'chirib tashladi. Narigisini ham o'chirib. Bo'ldi. Mana shu yerda. Teng. Xo'p, pastdan A ni yozib qo'y. O'sha qara, chiziqni o'rniga teng qo'y-da. O'shaga teng qo'ysang, pastdan yozsang A teng. Shundaysiga 4 ga bo'lib 5 ga ko'paytirishimiz kerak. Necha bo'ladi? 1250 dollar bo'ladi. 1250 dollar. Xo'p, uchinchi televizorimiz. Xo'p, 100 dollarga kelgan. 100 dollar. Endi qaranglar, jami xarajat qancha bo'lyapti? 2150 ga. Shundaymi? Jami xarajat 3 ta televizorni sotib olgan. Birinchisini 800 dollarga olgan, ikkinchisini 1250 dollarga olgan, uchinchisini 100 dollarga olgan. Jami xarajat yoz. Jami xarajat 2150 dollar ekan. 2150 dollar. Hozir ikkita televizor sotishdan qancha foyda, qancha pul turibdi unda? Bittasini 1000 ga, ikkinchisini ham 1000 dollarga sotdi. 2000 dollarga sotdimi? Hozir na foyda na zarar ko'rish uchun keyingi televizorni 150 dollarga sotish kerakmi? Xo'p, keyingi televizorda necha so'm, necha foiz foyda ko'rish kerak? 100 dollarga olgan bo'lsa 150 dollarga sotmoqchi. 50% mi? Demak, uchinchi televizorni 50% foyda bilan sotish kerak. 50%. Bo'ldi, yozib qo'ying. 44-misol. Agar kvadratning tomoni 20% ga oshirilsa, uning yuzi 121 metr kvadratga ortadi. Agar tomoni 20% ga kamaytirilsa, yuzasi necha metr kvadratga kamayadi? Demak, tomoni yoz, a kvadratning s. A kvadratning s. Xo'p. Endi 20% ga oshirilsa, xo'p, 1/100 dan 44. Ya'ni 1/2. 1/2 a qavsga olib kvadrat qo'y. Teng s plyusdan 121. S plyusdan 121 ga teng bo'lar ekan. Xo'p, buni davom ettiramiz. Pastdan 1/100 dan 44. 1/100 dan 44 a kvadrat teng s nimaga teng? A kvadratgami? A kvadrat plyusdan 121. Xo'p, 0.44 a kvadrat teng 121. Xo'p. Bu 44 taqsim 100 bu ko'paydi. Agar aniqladigan bo'lsa, bo'lish o'tadigan bo'lsa, necha qoladi? A kvadrat teng Xo'p, 44 taqsim 100 deganimiz 11 taqsim 25 qoladi. 11 bilan 11 soddalashadigan bo'lsa, 11 ko'paytirilgan 25 qoladi. Bu 275. To'g'rimi? 121 ko'paytirilgan 25 taqsim 11 bo'ladi. Keyin 121 bilan 11 soddalashadi. 11 ko'paytirilgan 25 qoladi. 275 bo'ladi, to'g'ri.
Xo'p, endi aytilyaptiki 20% ga kamaytirilsa, pastdan yoz. 20% kamaytirilsa 0,8 qoladi, 80% qoladi. 0,8 a ning kvadrati, a qavs ko'p kvadrat qo'y. Kvadrat teng s minusdan x qanchaga kamayadi deganda. Xo'p, 0,64 a kvadrat minus x. Hop, x teng 0,36 a kvadrat. X teng 0,36 degan 9 taqsim 25 mi? 9 taqsim 25 ko'paytirilgan 11 ko'paytirilgan 25. 11 ko'paytirilgan 25. Hop, 25 da soddalashib ketadi. X teng 99 bo'lar ekan. 99 metr kvadratga kamayar ekan. Bo'ldi, xo'p. 45 kerak emas, 46 kerak emas. 47 ni ishlashimiz kerak ekan. 47-misol. Ikkita idish bor. Har biri 10 litr hajmda. Birinchi idishda 60% spirt etanol eritmasi, ikkinchi idishda 80% etanol eritmasi mavjud. Har ikkala idishda bir xil spirt foizi bo'lishi uchun ular orasida necha litr eritma aralashtirilishi kerak? Xo'p, endi qaranglar. 10 litrning 60% spirt bo'lsa, qancha spirt? 6 litrmi? Xo'p, endi ikkinchi idishda 10 litrning 80% spirt ekan. Qancha spirt bo'ladi? 8 litr. Endi 10 litrga 10 litrni qo'shsak 20 litr bo'ladi. 20 litrni yana 2 ga bo'lganimizda teng bo'lishi uchun har birining tarkibida spirtlar ham teng bo'lishi kerakmi? 14 litrni teng kelsa 7 litrdan to'g'ri kelishi kerakmi? 7 litrdan to'g'ri kelishi kerak. Xo'p, necha litrni bunisiga qo'ysak shu to'g'ri bo'ladi deyapti. Yoz. 10 ayrilgan x qavsga ol. Ko'paytirilgan 60 taqsim 100. 60 taqsim 100. Qo'shilgan x ko'paytirilgan 80 taqsim 100 teng 10 ko'paytirilgan 70 taqsim 100. 7 litr spirt bo'lishi kerak edi, to'g'rimi? Xo'p. Endi bu 10 litrlikni qanchasidir boshqa idishga to'kib turib, o'sha 60% qanchasidir boshqa idishga to'kib turib, 80%dan quyilyapti ustiga. Bari yana 10 litr chiqishi kerak. Demak, 100 lar soddalashib ketadi. Aha, ketdi bular. Yana 0 lar ham soddalashib ketadi. Xo'p. 60 ayrilgan 6x qo'shilgan 8x teng 70 ga. Xo'p, 2x teng 10 ga. X teng 5. Javob. 9dan davom ettiramiz. 49-misol. Xo'p. Bir tadbirkor mahsulot narxini dastlab 50% ga oshirdi, keyin esa xaridorlar soni kamaygani uchun yangi narxni 20% ga pasaytirdi. Natijada mahsulotning yakuniy narxi dastlabkisiga nisbatan 200 ming so'mga qimmat bo'lib qoldi. Mahsulotning dastlabki narxini toping. Dastlabki narxi A so'm bo'lgan. Demak, A ko'paytirilgan 50% ga oshirdik. 15 taqsim 10. 15 taqsim 10. Keyin yangi narxni 20% ga pasaytirdik. Ko'paytirilgan 20% ga pasaytirilgan 80% qoladimi? 8 taqsim 10. Keyin teng bo'lib qoldi. Avvalgi narxiga 200 ming qo'shganimizga A plyusdan 200. 200 ming. A ni topishimiz kerak ekan. Xo'p, narigi tomon 3 taqsim 2 A ko'paytirilgan 3 taqsim 2. 3 taqsim 2 ko'paytirilgan 4 taqsim 5 teng A plyusdan 200 ming. Hop.
Necha bo'ladi bu? Narigi tomon so'zlarish 2. 6 taqsim 5 bo'ladimi? Hop. 6 taqsim 5 ayrilgan a teng 200 ming. Hop. A taqsim 5 teng 200 ming. A teng 1 million. Yaxshi. Keyingisi. 51-misol. 50-misol ishlamaymiz. Agar doira yuzini 125% ga oshirish kerak bo'lsa, uning radius nechaga ko'paytirish kerak? Dastlab o'zi 100% bo'lsa, 125% ga oshirsak necha foiz qoladi? 225. Xo'p. Yoz. R kvadrat ko'paytirilgan pi ko'paytirilgan 225 taqsim 100 teng. Xo'p. Qavs-ichida rx qavs yopilgan kvadrat pi. Pi la soddalashtir. R kvadratlar ketadi. Hop. 25 taqsim 100 225 taqsim 100 adashdim. 225 taqsim 100 teng x kvadratga. Hop, ximiz teng 15 taqsim 10, ya'ni 3 taqsim 2 bo'ladi. 3 taqsim 2. Sijil. Hop, 52-misol. Sardor har birini 300 ming so'mdan 78 ta qo'y sotib oldi. Ularning bir qismini 25% foyda bilan, qolgan qismini esa 12% zarar bilan sotdi. Agar bu savdodan umumiy foyda 1.632 ming so'm bo'lgan bo'lsa, nechta qo'y 12% zarar bilan sotilgan? Demak, nechta qo'y zarar bilan sotilgan so'ralgan bo'lsa, x bo'lsin zarar bilan sotilganlar. Xo'p, yoz. X tasi x ter bilan yoz x. Xo'p. Shoshma. 12% zarar bo'lsa nechi bilan nechi foiz sotilgan bular? 88% danmi? 88%. 88% ko'paytirilgan 300 mingdan. 300 ming. Xo'p. Qo'y arzon bo'lgan ekan shu payt. Endi pastni yozamiz. 78 minusdan x. 78 qo'y sotuvdim. Qavs qol shuni. Teri keyin 25% foyda bilan sotgan bo'lsa, 125 foiz ko'paytirilgan 300 ming so'm. Hop. Ikkalasini qo'shgan paytimizda umumiy foyda hop, xarajat ham borda bu yerda 300 ming ko'paytirilgan 78. Hop, yoz. X ko'paytirilgan soddalashtiradigan bo'lsak 22 taqsim 25. 22 taqsim 25 ko'paytirilgan 300 plyusdan qavs ichida 78 minus x ko'paytirilgan necha bo'ladi? 25 taqsim 20 bo'lib qoladi. 5 taqsim 4 yozmaydi. Nima bo'larkan? 5 taqsim 4 ko'paytirilgan 300 teng. Xo'p. 78 ko'paytirilgan 300 plyusdan. Xo'p. Foyda ko'rdi 1632. 1632. 3 ta nollarni o'chirib tashlayapsiz hammasini. Kerak yo'q, bunga emas. Xo'p, yaxshi. Yomon emas. Endi hisoblaymiz. Bu bilan buni soddalashtiradigan bo'lsak, 4 ko'paytirilgan 3 12 qoladi. X ko'paytirilgan yoz. X ko'paytirilgan 22 ko'paytirilgan 12 plyusdan. Xo'p, bu bilan buni soddalashtiradigan bo'lsak, 25 ko'paytirilgan 3 75 ni 5 ga ko'paytiradigan bo'lsak necha bo'ladi? Xo'p, 350 375 bilan 375
ko'paytirilgan 78 ayrilgan 375 x teng 78 ko'paytirilgan 300. 78 ko'paytirilgan 300 qo'shilgan 1632. Hop. X oldini ko'paytirsa 22 12 ni ko'paytirsa necha bo'ladi? 44 220. 220 ga 44 ni qo'shsak necha bo'ladi? Doston, necha bo'ladi 220 ga 44 qo'shsak? 264. Hop. Pastdan 264 dan 372 ni ayirsak-chi? Minusdan necha qoladi? 375 dan 264 ni ayirsak 111 mi? Minusdan 111 bo'ladi. Minusdan 111 x. Minusdan 111 x teng. Xo'p, bu tomonga o'tdi. 75 ko'paytirilgan 78 bo'lar ekan. Minusdan 75 ko'paytirilgan 78 plyusdan 1632. 75 78 ga ko'paytirilgan necha bo'ladi? 75 ko'paytirsak 5625 bo'ladi. 5625 ga yana 225 ni qo'shishimiz kerak. Yo'q, 850 mi? 5850 dan 1632 ni ayirish kerak yana. Necha? 4000 minusdan 11x teng minusdan 111x teng 4000 minusdan bo'ladi. 4218. Hop. Agar nechtadan beramiz? 4 tadan bersak. 3 tadan beramiz ekan-a? 3 tadan bersak 3 tushadi, ayriladi. 88 qoladimi? 38 tadan bo'ladi. X ning 38. Bo'ldi. Xo'p, 53 4 metr adras va 6 metr atlas matosining umumiy narxi 100 ming so'm. 4x plyusdan 6y teng 100 ming. Keyin adras narxi 10% ga, atlas narxi esa 15% ga arzonlashdi. Xo'p, 4 ko'paytirilgan 9 taqsim 10 x plyusdan 6 ko'paytirilgan 85% qo'ysa 17 taqsim 20. 17 taqsim 20 y teng. Xo'p, 87600 bo'lib qoldi. Dastlabki arzonlashishdan oldingi 1 metr adras narxi 1 metr atlas narxidan qancha so'mga qimmat bo'lganini toping. Eksmensiga tushiryapti-da. Oxirida topib qo'yamiz uni. Xo'p, yaxshi. 2x plus 3y 2x plusdan 3y teng 50 ming. Xo'p, o'y mahraj beradigan bo'lsak 20 bo'ladi. Anavi 8 72x taqsim 20. 72x taqsim 20 taqsim 20 dedim. Teng 20 deman. Farq. 72x taqsim 20 qo'shilgan. Xo'p, bu necha bo'ladi? 6 kare 17 60 102 y taqsim 20. 102 y taqsim 20 teng. Xo'p, 87600. 87600. Xo'p, 6 ga bo'lib yubora olamizmi? Pastda. 6 ga bo'lib yuborning yerda. 12x taqsim 20
plyusdan 17 y taqsim 20 bo'ladi. Va 6 ga bo'ladigan bo'lsak, mana bunisi hop 36 146. Yoz. 12x taqsim 20 plyusdan 17y taqsim 20 teng hop bittadan 4tadan keyin 6tadan 0 keyin hop yana yoz 12x qo'shilgan 18y teng 300 ming. Birinchi tenglamani 306 ga ko'paytirib yubordik. Hop. Endi yoz 12x plyusdan 17y teng 292 mi? 292 ming. Ayirib yuborsak y teng 8 ming bo'lar ekan. Aha. Shundaysiga 2x teng 26 ming bo'lib qolar ekan, a? Tepaga ishlasak. X teng 13 ming bo'lar ekan. X teng 13 ming. Xo'p, ikkovining narxlarini orasidagi tafovut so'ralyapti 5 ming. X minus y teng 5 ming. To'g'ri. Bu shunday bo'lishi kerak. 20 ga ko'paytirilyapti. Xo'p, 54 ishlamaymiz, 55 ishlaymiz. Bir kishi har birini 80 so'mdan ma'lum miqdordagi ko'ylak sotib oldi. U ko'ylaklarni sotgach, sotuv summasi 1550 so'm bo'ldi. So'ngra u foydaning 20% qismini xarajatlarga sarflaydi va sof foyda 600 so'm bo'lib qoladi. Kishi nechta ko'ylak sotib olgan? Xo'p, yoz. A ko'paytirilgan 80 so'm. Xarajat. Endi daromad 1550 so'm bo'ldi. 1550 so'mdan 1550 ayrilgan 80A qavs-ko'l. Xo'p, bu foyda. Foydaning 20%ni xarajatlarga sarflaydi. Ko'paytirilgan 20% esa 1/5. Bu xarajatlarga sarfladi. Xo'p. Endi buni oldiga minus qo'yib qo'ydi. Endi plyus yoz bu yoqdan. Plyusdan 1550. Hozir bunday bo'lyapti. 1550 daromad bo'lyapti. To'g'ri yozing, yozaver. 1550 daromad bo'lyapti. Daromaddan foydani keltirishga xarajat ayrildi. Keyin o'sha foyda borku, o'rtacha foyda. O'sha foydaning endi yo'l kirasi, unisi bunisiga yana shu foydaning 20% sarflanib bordi. Hozir jami xarajat ham turibdi. Ayrilgan yana 80A. Ayir. Bu yoqdan. Ayrilgan 80A. Shunda sof foyda 600 so'm bo'lib qoldi. Teng 600 so'm. Endi to'xta. So'mni yozma, shartni so'm. Xo'p, tushunilangni bo'lganini o'rtadagi 1550 bu daromad. Kostyumni sotib ko'ylakmi, kostyum ko'ylagida ko'ylak sotganda o'xshi tushgan hamma jami daromad. Uning ichida ko'ylak sotib olish uchun ishlatilgan pul bor, 80A. U ayrilgandan keyin foydaning 20%, mana ayrilgandagi qismi 20% yo'l kiralarga, boshqa xarajatlarga sarflandi. Sof foyda 600 so'm bo'lib qoldi. Tushunarli? Xo'p, endi ishlaymiz. Xo'p. Qavsni ko'paytirib olsak necha bo'ladi?
1550 yoz. 1550 ayrilgan 600. Hop. Ayrilgan yana 310 qo'shilgan 16A teng 80A. 80A. Hop. 640 teng 64A. A teng 10 ta. 10 ta. Bo'ldi. 10 ta ukali sotib olgin. Xo'p, 56-misol. Mis qalaydan iborat 2 kilogramm qorishmadagi qotishma tarkibida 45% mis mavjud. Xo'p, mis ulushi 40% bo'lgan yangi qotishma hosil qilish uchun bu qotishmaga qancha sof qalay qo'yish kerak? Xo'p, qalay demak 45% mis bo'lsa, qalay qancha bo'ladi? 55% mi? Yoz. 2 ko'paytirilgan qalay 55 taqsim 100. 55 taqsim 100 qo'shilgan x ko'paytirilgan sof qalay qo'shilyapti. Demak 100 taqsim 100 bo'ladi. Teng. Endi qalayning tarkibi qavs ichida x + 2 ko'paytirilgan 60%. 60 taqsim 100. Qavs yo'q. Xo'p. 100 lar ketdi. Xo'p. Necha qoladi? 110 mi? 110 qo'shilgan 100x teng 60x qo'shilgan 120. Xo'p, 40x teng necha qoladi? 10 mi? 10 bo'lib qoladi. X teng 0.125. 0.125. Bu kilogrammda. Grammga chaqadigan bo'lsak, x teng qo'yib yoz. Teng 250 gram. Sijob. Yaxshi. 58 gram ekan. 58-misol. 50 ga tashlamaymiz. 24 kilogramm og'irlikdagi mis farruhning qotishmasi suvga tushganda 2.94 kilogramm vazn yo'qotadi. Yoz. X + y teng 24. X + y teng y 24. Xo'p. 11% yo'qotadi. Mis x ko'paytirilgan 11 taqsim 100. X ko'paytirilgan 11 taqsim 100 qo'shilgan y ko'paytirilgan 14 taqsim 100. Yo'qotilgan vaznlar bular. Yo'qotilgan vaznlar umumiy massasi 2.94 teng 2.94. Xo'p, yozyapsan. 11x qo'shilgan 14y teng 294. Tagidan yozamiz. 11x qo'shilgan 11y teng 264 bilan 64 bo'ladi, to'g'ri. Ayiraveramiz. 3y teng 30. Y teng 10. Demak, qalay 10 kilo ekan, mis 14 kilo ekan. Javob. Şimdi 59-misoldan davom ettiramiz ekan. Ma'lum bir fabrikada ayollar jami ishchilarning 35%ni ayollar ayol desang ham bo'ladi. Xo'p, teri 35%. Erkaklar necha foiz qarashinasiga? Erkaklar 65%. Necha foizga ko'p? Ha? 30% ga ko'p. Erkaklar ayollardan 250 taga ko'p ekan. Demak 250 kishi 30% tashkil qiladimi? Ha? Hop, jami xodimlarni x desak, x ko'paytirilgan 30%, 30 taqsim 100 teng 252. Nollarni o'chiramiz. 252 ni 3 ga bo'lsak
necha bo'ladi? 84. 840 ekan. X 840. 60-misol. Bir fabrika tovarni 6408 rublga 4% zarar bilan sotgan. Tovarning narxini toping. Endi qarang, 4% zararga sotganmiz, necha foiz bo'ldi sotgan bilan? 96%, to'g'ri. A ko'paytirilgan. 96% deganimiz 96 taqsim 100 bilan soddalashtirish 24 taqsim 25 bo'ladi. 24 taqsim 25 teng 4608. 4608. Xo'p, soddalashtiradigan bo'lsak bittadan bo'ladi. Necha tushadi keyin? 22 tushadimi? 220 ning ichida 9 tadan yozaver. Ustidan chiz 24 bilan buni ichidan. Xo'p, 1 9 keyin 216 bilan 216 ni 220 dan ayirsak 4 demak 2 tadan. Xo'p, A teng. Xo'p, 4 ga bo'linglar-da buni. 192 ni. To'g'ri, 43 mi? 48 mi? 48 bizda 2 tane yoz. 25 ga ko'paytirsa shunday bo'ladi. Bo'ldi, bajavob. 61-misol. Do'konda bir televizorning narxi 2.500.000 so'm edi. Keyinchalik sotuvchilar narxni 12% ga kamaytirdi, ammo yana 5% chegirma qo'yilishdi. Televizorning oxirgi narxini qancha bo'lgan? Demak, 12% chegirma qilgan bo'lsa, kamaytirgan bo'lsa 88% qoladimi? Yoz. 2,5 million, 2.500.000, 2.500.000. 2 ta 0, yana 3 ta 0. Ko'paytirilgan 88% bo'lib qolsa, necha bo'ladi? 22 taqsim 25 qoladimi? 22 taqsim 25. Ko'paytirilgan. Keyin yana 5% chegirma qildi. 95% qoladimi? 95% deganimiz necha bo'lib qoladi? 19 taqsim 20. 19 taqsim 20. Bo'ldi, shuni topishimiz kerak. 25 bilan bu soddalashdi. 25 ustidan chiz. Hop. Endi nollarni bitta chiz 20 bilan. Keyin naryoqda 50 qoldimi? Biroq ko'paytmasi 2.90.000 bo'ladi. Yoz. 2.90.000. Malades bo'ldi. Ajoyib. Xo'p, 62-misol. Namligi 4% bo'lgan ko'mirni namligi 8% bo'lgan ko'mir bilan aralashtirib 7% namlikka ega bo'lgan 164 kilogramm ko'mir olingan bo'lsa, 4% namlikdagi ko'mirdan qancha olingan? X olingan. X ko'paytirilgan 4 taqsim 100 qo'shilgan qavs ichida umumiy massasi 164 edi. 164 ayrilgan x. 164 ayrilgan x. Qavs yopilgan, ko'paytirilgan. Bundan necha foizi? 8%. 8 taqsim 100 teng 164 ko'paytirilgan 7 taqsim 100. 4x plyusdan 8 ko'paytirilgan 164 ayrilgan 8x teng 7 ko'paytirilgan 164. 164 teng 4x ga. X teng 41. Yaxshi. 64-misol. 12 nafar ishchi bir ishni 28 kunda bajaradi. Agar shu ishchilardan 8 tasi o'rniga
60% ko'proq unumdorlikka ega bo'lgan 8 ta yangi ishchi qo'shilsa, shu ish necha kunda bajariladi? Xo'p, bitta ishchining unumdorligini A deb olamiz. Kichkina a. Yoz. Xo'p. Yoz. 12a ko'paytirilgan 28 teng. Xo'p, katta a. Endi qaranglar, bu yerda kichkina a bir kishining ishlash unumdorligi 12 ga ko'paytirganimizda 12 ta ishchi, xuddi shunday ishlaydigan ishchi. Bu 28 esa vaqt. Endi pastni yozamiz. Xo'p. Agar unumdorlikka ega bo'lgansiz, ko'proq uni 8 tasining o'rniga. Demak, 4a plyusdan 8 ko'paytirilgan 60% ko'proq ishlaydigan bo'lsa 1,6a qavskol qo'yilsa shu necha kunda bajariladi? Ko'paytirilgan t teng katta a. Katta a teng a deb yozib ol. Katta a teng katta a. Xo'p, teng pastdan 12a ko'paytirilgan 28 teng 4 ko'paytirilgan qavs ichida 4a deb yoz birinchi. 4a qavs ichida 1 plyusdan 3,2 qavs yopilgan ko'paytirilgan t. Xo'p, 4 bilan 12 soddalashdi. A'lar ketdi. Xo'p. Yoz. 30 ko'paytirilgan 28 teng 42 t. Nima bo'lgan tushunlaringga ikki tomonini ko'paytirib oldik. 42 bilan 28 soddalashtir. Xo'p, u tomonda 2 qolsin, narigada bu yerda 3 qoladi. 14 ga soddalashadi. Bu bilan soddalashadi. 3 bilan 30 10 qoldi. T teng 20. Ikkisi ham bor-ku. Yaxshi, 20 kunda bajarilar ekan. Endi 65 ta kattaroq joyiga sig'adi menimcha bu. Shuni chiziq bilan bo'lib ol doskani. Yaxshi. 15 nafar ishchi 8 kun ishlaganda ishning 40% qismi bajariladi. 15a ko'paytirilgan 8 teng 2/5 ko'paytirilgan katta a. Xo'p, pastdan yozamiz. Xo'p, ikkinchi guruhda 20 nafar ishchi esa 6 kun ishlaganda, xo'p, 20b ko'paytirilgan 6 teng 1/2 ko'paytirilgan a. 50% qism bajarilar ekan ishni. Agar ikkinchi guruhdagi 3 nafar ishchi birinchi guruhga o'tsa, ya'ni jami 18 nafar ishchi birgalikda ishlasa, ular 4 kunda ishning necha foizini bajarishadi? Mana ikkinchi guruhdagilar boshqacha ishlaydi birinchi guruhdagilar. Unumdorligi farq qiladi. Shuning uchun bittasini A dedik, bittasini B dedik. A bu yerda birinchi guruhda ishchilarning unumdorligi, B esa ikkinchi guruhda ishchilarning unumdorligi. Bizga hozir 15a kerak. 15a teng 15a teng. Xo'p, necha qoladi? 4 a taqsim 20. Katta a taqsim 20 da. Katta a taqsim 20. Xo'p, endi bizga 3b kerak. Pastdan yoz. 3b teng. Xo'p, bu 40 ga o'tsa a taqsim 80 bo'lar ekan. Endi qavs yoz. Qavs ichida 15a qo'shilgan 3b qavs yopilgan, ko'paytirilgan. Xo'p, 4 kun ishladi. 4 kun teng. Xo'p, a ning necha foizga? A ko'paytirilgan x foiz. Xo'p. Endi 15 a nechaga teng edi? A taqsim 20. Katta a da endi Farruh. Katta a
qo'shilgan 80 taqsim a taqsim 80. A taqsim 80 ko'paytirilgan 4 qavs qoldi. Ko'paytirilgan 4 teng ax taqsim 100. Ax taqsim 100. Shu necha foiz deganda o'sha foiz belgisini o'rniga taqsim 100 ketdi. Endi bu 5 a taqsim 80 bo'ladi, a taqsim 16 bo'lib qoladi, keyin a taqsim 4 bo'lar ekan. A taqsim 4. 4 teng ax taqsim 100. Alar chizib yuboramiz. Ustidan ketdi xning 25 foiz. Javobimiz C javob. Shu bilan yakunlasak ham bo'ladi bugungi darsda.